Bir kuni o'zimga o'zim, haqiqatda Alloh seni sevadimi deb savol berdim. Alloh bandalariga nisbatan muhabbatini sabablarini o'zini kitobida zikr qilgan ekan. Savolimga javob topish uchun Allohning kitobini varaqlay boshladim. Qarasam, unda taqvodorlarni sevadi degan oyat chiqdi. O'zimni taqvodorlardan deb hisoblashga jur'at qila olmadim. Keyin sabr qiluvchilarni sevadi degan oyatni topdim. O'zimda sabr yetishmasligini aniq bilaman. Va so'ngra yaxshilik qiluvchilarni sevadi degan oyatni topdim. Bundan uncha uzoqlashmasdan qidirishni to'xtatib qo'ya qoldim, chunki Alloh meni sevishiga sabab bo'luvchi biror narsa topa olmaslikdan cho'chidim. Bajargan amallarimni tekshirishni boshladim. Qarasam, aksar faoliyatsizlik, kamchiliklar va gunohlar. Shunda Allohning aniqki Alloh tavba qiluvchilarni sevadi degan so'zi esimga tushdi. Ana endi shu oyat men va men kabi gunohkorlarga